Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Minnat qilvatamsan Shamsiya. Men mushundaq azaldan tayyorga ko'nib qolgan. Chidimisang, bir qach tamg'inga muhtoj bo'lg'im yo'q. Sirtdan yesammi bo'ladi? U ikkimizning yolg'iz turganligimizga haqiqatan chidimagan edi. Tezla mizini chiqadi. Men, "Nim bo'lyapsan Aygul? Sening noynaqshib noz qiladigan yurting jiroqda qoldi. Bu yurtga hammamiz musofir. Tan kuch chiqirib yesak nimishqa bo'lmoqdak. Boshqalar sening setib olgan dedikan bo'lmasa ya", dedim. Bu gapim uningga texmi bo'pbadi. Yaqindan buyon jim yursam mendan qo'rqqanchig'i deb qilishdingmi? Shamsiya, sen o'zing Shakirga erishding deb xiyol qilib yurma. Meni yig'iltayotgan qanchalik bo'ldi? Sen buni obdan o'ylab qo'y. Seningmi yig'laydigan kunlaring oldingda texi. Aygul so'zligach urishdigandek qilib Shamsiyaning oldiga devaylab keldi. Shamsiyaning jim turganini ko'rib menga burildi va "Senmi-chu Shakir? Üç qizning orasida g'iljanshib yuradigan g'itmak bo'lmagandan keyin birimizni tutib pokli suyib o'sang bo'lmamdi?" dedi-da asabiylik tutdimi aytavur bo'ynimga gira soladgandek qilib menga aytildi. Yelim yaxshi burunqi qilganlari esimdan chiqmaganchigi to'sib ulgurdim. Nomus qil. Odam qilipidan chiqib yurma hamdi, dedim. Salli ishib kelsa uni urvitadigandak qilatdim. Nomus degandan eliq ketis xo'shlashib bo'lganman. Shundaq-ku Shamsiya? Aygul shundaq deb bo'lib tasdiq talab qilgandek Shamsiyaga birini qarab etib. "Bo'ldi-la, senlarga qaydab yurgich tamg'imni yeychu?" Besham xotinlarda ornimiz qarshi bo'lmamdi qanda. Aygul baya biz bilan hech bir qizdirishib boqmagandek qo'lini yuvishqima erinib tamoqqa tutish qildi. Uning gapining tagida bir gap bor edi. Bu chaqda Ro'shangul suvxondan chiqib xiyolimni uzib qo'ydi. Aygulning tamoq yeyotganini ko'rgan Ro'shangul, "Osh berdak tamoqqa dumchimay, qo'lingni chayqab yesangni kechikmasdan. Biz yuyib yegan bilan bular yumayotgan bo'lsa-chu, o'zimning quli bo'lgandan keyin." Uningda bayotinqi asabiylikdan asarmi yo'q. Yana nomussizlik qilyotdi. Gap qilay deb eg'izimni o'mallashimga bayotinqi sesiq gaplardan nomus qilib xijolat bo'layotgan Shamsiyaning "Bo'ldi, jiq gap qilmang" degandek chiroy ifodasi ko'zim tushdi. Sukut qildim. Qaytashimda Ro'shangul uzitib chiqdi va "Ahvoldan qaraganda ishing qalbi qilgan o'xshaydi-a?" deb so'radi. Men Shamsiya bilan bo'lgan parangimizni qisqacha so'zlab bergandan keyin, "Gumonliq nuqtalar shuncha ko'p bo'lsa-mu, Shamsiyada undaq kasal yo'qligiga ishondim", dedim. "Qandoq deysan?" deb so'radi Ro'shangul. Uning so'zlari ozroq pastlab qolgan bo'lib, charchab ketgan chig'i deb o'yladim. Shamsiya aydis degan gapni qilganda shuncha tamkin bo'lib, qilchi o'diqish yo'q. Aygulning akisining o'lganligidan qayg'urgandek bir xil ifodada bo'ldi. Har qancha yomon odam bo'lsa-mu, o'zini nobud qilgan odamning o'limini so'zlaganda hayajonlanmasligi mumkinmi? Yuzi shuncha tuvan qizning o'zida nakes kasal borligini bilib turib, boshqalardagi u kasalni so'zlab yurishi mumkinmi? Deganingdek bo'la ilohim. Ro'shangul shunchalik dedi-da, xo'shlashib kirib ketmoqchi bo'ldi. Men uni to'sib, "Bu bir xushalliq-ku Ro'shangul. Sana nim bo'ldi? Qidab qolganda qilsan-ku", deb so'radim. "Shundaq Shakir, bu bir xushalliq. Ammo bilginki, odam degan bak shaxsiyatchi bo'ladigan. Yaqin do'stingning xush xabari seni xushal qismi, bu xush xabar o'zingning umrlik baxtiga chetilganda chidamay qoladigansan." Uning ko'zlaridan yosh tomchilayotdi. "Bo'ldi, xato tushunma. Men ishkanlarga menga baxt tilaguchi. Ozroq hayajonlandim xolos." U qaytib kirib ketayotganida ko'zlaridagi yoshlarni surtganligini ko'rib turdi. O'qishimizni tamomlab yurtga qaytib oldik. Chet elga chiqib o'qishimiz uchun chet ellardagi oliy maktablarning chaqiriqiga muhtoj edik. Bularni Ro'shangul bejaradigan bo'ldi. Uyimdagilarning oldirtishi, o'zimning taqozo bo'lishi bilan to'yg'u tutish qildik. Shamsiyaning ota-onasi bilan bizning uydagilarning burundan munosabati yaxshi bo'lg'achqa, ularmo to'yimizga tezlik qo'shildi. Shamsiyaning uyidagilari ikkimizning chiqish olig'imizdan xush bo'lgan bo'lsa kerak.
Chunki Shamsiya nurg'un elchilarni quruq yo'lga silib, ularning ichini pushirgan edi. Oldi bilan qiz tarafning hozirgi o'ltirqi bo'lgan Urumchida to'y qiladigan. Keyin yurtda to'y beradiganga kelishib Urumchiga chiqdim. Ro'shangul Shamsiyadan ayrilmay, uning ishlariga yordam bermoqda. Oygul bo'lsa, o'qish bitirganimizdan boshlab yo'qab ketgan. Nadilikini hech qaysimiz bilmaydik. Bo'lsa, mush yo'qolgancha to'y tugigicha ko'zimga ko'rinmasligini tilaydim. Uning shum ta'latini ko'rsatmagaysan ilohim. Bugun to'y xeti elish uchun nikoh tizimlatish o'rniga mang'animizda Ro'shangul. Bo'ldi, u yerga berib yurmay, o'zinglar beringlar, deb turib oldi. Shamsiya bilan yolg'iz bordik. To'y xeti keskuchi xodim bizning to'y xeti elishdan burun belgilangan tekshirish o'rnidan salomatlik tekshirtganlik isbotini elish lozimligini deb doktorxonaga yo'lga soldi. Bizning qinimizni tekshirdi ekan. Tekshirish o'rnida qon avrishkimizni elib qilib 3 kun to'xtab kelishimizni uqtirdi. 3 kun o'tib ketdi. Tekshirish isbotimizni elish uchun bu o'ringa keldim. Kelsam, yana 2 kun saqlashimizni, laboratoriyalik tekshirishning chiqmaganligini aytdi. Bu qitim o'zim yolg'iz kelgan edim. Qaytashimda munosabatli xodim kelar kelishingizda qizchaqni billa elib kelishni unutmang. Qoida bo'yicha o'zinglarninkilla elish huquqinglar bor, deb yo'lga soldi. Ya'ni 2 kundan keyin Shamsiya bilan isbotimizni elish uchun tekshirish o'rniga birga keldik. Qaysi kunki men yo'lga solgan xodim bizni kutib oldi va ayrim bir ishxonaga boshlab kirib, mening o'ltirib turishimni topilib, Shamsiyani boshqa bir ishxonaga elib chiqib ketdi. Bularning bu qilganidan ozroq g'ayrilik his qilib qoldim. Bir tal tekshirish isbotig'imi shunchalik qilish ketamdi. Yurkim bir shumliqni sizib atadi. To'yimizga haftalik qolgan edi. Yana bir sachilik chiqmag'aydi deb xiyol qilib o'ltirsam, birsi kirib keldi. Yurkim bir shumliqni sizib atadi. To'yimizga haftalik qolgan edi. Yana bir sachilik chiqmag'aydi deb xiyol qilib o'ltirsam, birsi kirib keldi va mendan so'radi. Sizlar aralashayotgani qanchalik bo'ldi? Bir yildan oshdi-ku deyman. Sizlar bu jarayonda munosabat o'tkazmagansizlar, ha? Yo'q, o'tkazmadik. Bir ish bo'ldimi? Cho'ngishqo yo'q. Loyig'ingizning qinda azroq masala bayqaldi. Shunlashqa ahvol egallayli degan. Bo'lsa, sizlar to'y qilmay tursanglar. Nima? Xato diagnoz qo'yilib qolmagan bo'lmasa yana? Xato chiqishi mumkin emas. Qaysi kuni qayta baholatish uchun yuqori darajalik o'rinlarga avatib baholatdik. Yana o'xshashgan. Uning gepining oyog'i chiqib bo'g'icha sirtda varang-churang chiqib ketdi. Shamsiyaga birnim bo'lmagan bo'g'iydi deb sirtqa o'zimni otdim. Yondagi ishxonada Shamsiya o'shsiz yotadi. Men uni ko'rib yinig'ili yiqildim. Tezla ho'shimga kelibdiman. Shamsiya texicha o'shiq kelmabdi. Bu holatdan ansirgan tekshirish o'rnidagilar bizni xalq doktorxonasining jiddiy qutqizish markaziga akelib qo'yishdi. Shamsiya orliqda bir o'shiq kelganda qilib yanada o'shsizlandi. Uydagilarga uqtirishdan qo'rqdim. Ular nima deb tushundirman. O'zim bir amallarni qilmasam bo'lmaydi. Taqdirning chaqchig'imi bilmayman. Bu yerda savodishim Muratni uchirtib qoldim. U o'g'inish uchun bu doktorxonaga kelgan ekan. Voy Shakirjon, nima bo'ldinglar? To'yingni Urumchida o'ynaydigan bo'ldik deb yursam, nima ish bu? U Shamsiyaning o'shsiz, meningmi o'shkallamning joyida emasligini ko'rib shundoq dedi. Nima degili bo'ladi? Yolg'onni birni to'qidim. Hech nima adash. To'yning tayyorlig'ida charchab ketgan bo'lsak kerak. Shamsiya rasta tuyuqsiz o'shidan ketdi shu. Qarab turib to'y xiti uchun tekshirsak, Shamsiya kasal chiqdi degili bo'ladimi? Adash, unda o'z cho'qira. Berib qon tekshirib baqila. Muratning qonni tekshirib ko'raylik degan gapini anglab, biri ustimdan bir chilak sovuq suv quyayotgandek andikib ketdim. Nima? Qondan nima masal bo'ladi adash? Charchab ketgan chig'i tezda o'ng'ishlab ketadi emasmi? Qara, bu qon tekshirish degan faqat bir rasmiyat adash. Bu balnis yotgan bemorlar bo'ldi ekan, tekshirimiz bo'lmaydi buni. Uning ustiga qonda buzilish ko'rilsa, osonli o'shidan ketadigan ishlar bor. Tekshirganning ziyni yo'q adash.
Muratning tushuntirishini anglagandan ko'ra boshqalardan tayoq yesam-mu buncha bearam bo'lmasman. Amalsiz qarab turishga majbur bo'ldim. Atilikka cho'qim chavimiz chitqi yildigan bo'ldi. Ba'zi zarur tekshirishlar tugigicha kechima kirib tong otay deb qoldi. Tong yo'rishga yaqin Shamsiya o'shig'i keldi. U ko'zini ichib, o'ziga talmirib qarab turgan meni ko'rib ko'zini yumib oldi. Ko'z jiyaklardan yosh tomchilari eqishqa boshladi. O'zingni buncha azoblama Shamsiya. Meningcha tekshirishda bir xatolik bor. Boshqa o'rinda tekshirib baqsaq bo'ladi-ku. Tasalli so'zlarim uning yoshlarining texmi ovushiga sabab bo'lmoqda. Yuragimni cho'ng qilib, uning mang'zdagi yoshlarni ikki olqinim bilan surtishga boshladim. Qo'llarim yosh emas, o'tni surtayotgandek kuyishmoqda. Yuragim tatliq sizim ichidan ochiqni his qilmoqda. U esa deb yig'laydi. Aya, nomusni birinchi o'rin qo'ydigan g'ubarsiz bu jon azobdan o'zini yo'qitib qo'ydimi, bilmayman. Bir chaqda tuyuqsiz u qo'llarimni tutib oldi. Agarchanda o'sh kallis joyida bo'ladigan bo'lsa, qo'llarimni tutish emas, qarishib o'ltirishdimi uyalgan bo'ladi. U so'zladi. "Manga ishon Shakir. Men unda qizlardan emas, qizlik ipitimni jinim bilan qo'g'dab kelganman. Men pak. Men..." Uning ovozi bekma zaif bo'lib, xijolatdan so'zlayolmay qoldi. Bo'ldi, so'zlama Shamsiya. Men sana ishonaman. Ularning tekshirishida cho'qim bir masala bor. Ko'zlarimdan oqqan yosh uning mangziga eqib tushdi. Ikkimizning yeshi birlashib, qalbimizni larziga soldi. U mening qo'limni qo'yib tutgandek emas. Qo'limni qo'yversa, men qechib ketadigandak, qo'llarimni texmi chang siqatdi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.